biz hozir uchburchak yuzasini hisoblashda bir muhim formasidan biri Geron formasini o'rganamiz. Geron formasi ko'rinishi quyidagicha: s barobar p minus a minus b minus dan kvadrat qilib chiqarilgan. Bu yerda p ning qiymati nima edi? A plus b plus c taqsim 2. Bu yarim perimetr ham beradi. Biz hozir mana shuni isbotini o'rganamiz. Isboti quyidagicha. Uning uchun uchburchak chizib olamiz. Tomonlari a, b, c. Balandlik tushirganimizda ikkita proyeksiya ajratiladi. To'liq c bo'ladigan bo'lsa, misol uchun mana bu x deydigan bo'lsa, mana bu hosilada c minus x ga teng. Xo'p, mana shundan kosinus beta hosil bo'ladi. Kosinus beta degani faqatgina to'g'ri burchak uchburchak uchun qo'llaniladi. Hozir qilayotgan qoidamiz yopishgan kontentni gipotenuzaga nisbatan x taqsim a ga teng. Men bu yerda x topadigan bo'lsam, a ko'paytirilgan kosinus beta. Mana shu ifoda x ni topish formulasi. Ya'ni bu yerda ikkita Pifagor qo'llayman. H kvadrat plus x kvadrat teng a kvadrat. H kvadrat plus ikkita Pifagor c minus x ning kvadrati. X ning kvadrati teng b kvadrat. Ikkita ifodadan bir-birini ayirib yuboradigan bo'lsam, x kvadrat minus a kvadrat, ya'ni ikkalasidan ham h kvadrat topib tenglashtirib ishlayman. b kvadrat yoki bo'lmasa qaytadan yozib olamiz. Ayirib yuborsam nima bo'ladi? Xo'p, x kvadrat minus c minus x ning kvadrati teng a kvadrat minus b kvadrat. Xo'p, a kvadrat ya'ni kvadrat ayirmasini bo'lsam, x kvadrat minus x minus c plus x. X plus c minus x teng a minus b a plus b shaklida yoziladi. A minus b a plus b shaklida yoziladi. Undan keyin mana hisob ketadi. X hisob ketadigan bo'lsa, 2x minus c ko'paytirilgan c teng a kvadrat minus b kvadrat bo'lib turaversin shu yerda. Endi x ni o'rniga men qo'yaman a kosinus betdan. Hop, a kosinus betdan qo'yadigan bo'lsam 2 a c ni ham ochib ko'paytirib yuboraman. A c kosinus beta minus c kvadrat teng a kvadrat minus b kvadrat. Hop, men mana shu yerdan kosinus betdan topsam quyidagicha holat yuz beradi. Ya'ni a kvadrat plus c kvadrat minus b kvadrat taqsim 2ac. Mana shu ifoda kelib chiqadi. Kosinus beta kelib chiqdi. Kosinus beta kelib chiqqanidan so'ng, xo'p, mana shuni sinus betadan topadigan bo'lsam, sinus beta nimaga teng? Xo'p, sinus beta deganimiz plus minus 1 minus kosinus kvadrat betaga teng. Bu sinus beta bizga nima bo'lishi kerak? Yani hozir ko'rib olamiz. Mana uchburchakning yuzasini topish kerak deb ko'raman. Ixtiyoriy uchburchakning yuzasini topish, ularni kontentlar ko'paytmasini yarmi va ular orasidagi burchak orqali topiladi. S barobar 1 taqsim 2 AC sinus beta orqali topiladi. 1 taqsim 2 AC sinus beta. Ikkita tomon va ular orasidagi burchak. Xo'p, 1 taqsim 2 A joyida C ko'paytirilgan sinus beta deganimiz mana bu ifodaga teng. Mana bu yerda sinus betani topadigan bo'lsam, 1 minus kosinus kvadrat beta. Mana buning kvadrati a kvadrat plus c kvadrat minus b kvadrat taqsim 2ac ning qavs kvadrati. 2ac ning qavs kvadrati. Xo'p, endi kvadrat ayirmasini o'zadigan bo'lsam, 2ac ning kvadrati hosil bo'ladi. Xo'p, 4 a kvadrat yoki bo'lmasa 2ac bo'lib tursa, 2ac ning qavs kvadrati minus a kvadrat plus c kvadrat minus b kvadrat taqsim 2ac ning kvadratini birdaniga bitta chiqarib yuboraman. 2ac ni o'zi bo'lib turaveradi. Xo'p, mana shu ifoda ro'y beradi. Ya'ni keyingisini davom ettiramiz. Sinus betani o'rniga shuni qo'yaman. 2ac ning kvadrati, ya'ni birdaniga yozaylik. 4a kvadrat c kvadrat minus a kvadrat minus c kvadrat plus b kvadrat taqsim 2ac teng. Xo'p, keyin bu yerda asli hisob ketadi. 1 taqsim 4 tashqari turaveradi. Mana buni soddalashtiradigan bo'lsak, bu nimaning formulasiga o'xshab ketyapti. Mana bu yerda xo'p, b kvadrat minus tashqariga chiqaradigan bo'lsam, ichkarida qoladi a kvadrat
minus 4 a kvadrat s kvadrat xo'sh plus s kvadrat holat yuz beradi. Xo'sh, keyin biz buni quyidagicha yozib olamiz. Xo'sh, teng. Xo'sh, 1 taqsim 4. Xo'sh, mana bu joyda biz kvadrat ko'tarmasak, kvadratda ayirmasini yozsak bo'ladi. Mana bu joyda kvadrat bo'lib ketibdi. Mana bu joyda kvadrat bor edi. Mana shu joyda qaytadan davom ettiramiz. Mana shu joyda kvadrat bo'lib ketibdi. Ya'ni kvadratni qanaqa yozib olamiz? A si tashqarida turibdi. Hop, 2a sini ham chiqarib ko'radigan bo'lsak, hop 2a si minus a kvadrat minus s kvadrat plus b kvadrat 2a si hop endi plusiga plus a kvadrat minus s kvadrat hop minus b kvadrat. Xo'sh, taqsim hop 2a si o'zi turaveradi. A silar hisob kelsa 1 taqsim 4 holati yuz beradi. Tashqarida 1 taqsim 4. Hop, mana bu ifodani yozadigan bo'lsam, b kvadrat minus mana bu a kvadrat minus 2a si plus s kvadrat. Xo'sh, mana bu o'zi yoziladi. Ko'paytirilgan. Mana bu esa a minus s ning kvadrati, ya'ni a minus s ning qavs kvadrati minus b kvadrat yuz beradi. Teng. Xo'p. 1 taqsim 4. Mana buni birdan yozadigan bo'lsak, a minus s ning kvadrati b kvadrat. Birdan yozib bo'lsak bo'ladi. Mana bu a minus s ning kvadrati. A minus s ning qavs kvadrati. Hop, endi men buni kvadrat ayirma shaklida yozam. b minus a minus s b minus a minus s. Hop, mana bu xuddi shunaqa a minus s minus b a minus s plus b shaklida turaveradi. Xo'sh, endi biz buni keltirib olamiz. Biz buni bu tarafdan yozamiz. Teng 1 taqsim 4 rizosida. Xo'sh. A minus s plus xo'sh, qayerda xato bo'lib ketdi? A kvadrat 2a ning kvadrati xo'sh minus a kvadrat plus s kvadrat minus b kvadrat 2a minus a kvadrat plus s kvadrat minus b kvadrat 2a plus yozadi a kvadrat minus mana bu plus bo'lar ekan. Hozir hop plus natijada mana a plus s ning kvadrati minus b kvadrat b minus a plus b plus a minus a plus s minus b a plus s plus b hosil bo'ladi. Xo'p. Endi mana davom etamiz. A plus s degani mana bu perimetr. Ya'ni hop 2 ga ko'paytirib yuboraman va 2 ga bo'laman. Mana shu ifoda a plus b plus s a plus b plus s taqsim 2. 2 ga bo'lib 2 ga ko'paytirsam menga mana shu ifoda menga b ni beradi. B ni beradi. Ko'paytirilgan. Hop, endi a plus s minus b degani a plus s minus b degani plus b taqsim 2 minus b. Buni oldiga 2 ko'paytirgani bo'ladi. Ya'ni mana bu ifodani soddalashtirib qisqartiradigan bo'lsa, menga mana shu ifoda kelib chiqadi. Ko'paytirilgan. Hop, hammasi o'z ostida bo'ladi. Buni ham 2 ko'paytirgan. Endi mana bu ifoda b plus a plus s b plus a plus s taqsim 2 minus s. Buni ham soddalashtiradigan bo'lsam, mana shu holat qaytarib beriladi. Endi keyingisi ko'paytirilgan 2 tashqarida b plus s plus a taqsim 2 minus a. Mana shu to'liq hammasi o'z ostida bo'ladi. Teng. Xo'sh, 1 taqsim 4. Bizda nechta 2 bor? 1, 2, 3, 4 da 2 ning ko'paytmasi 16. 16 tashqariga chiqsa 4 bo'lib chiqadi. Chiqarib olaylik. A plus b plus s taqsim 2. A plus b plus birdaniga joyiga qo'yib ketamiz. A plus b plus s taqsim 2 ning o'rniga p ko'paytirilgan qavs ichida 2 chiqib ketdi.
a plyusni taqsim 2 o'rniga p ni qo'yaman. P minus b. Mana bu esa p minus c. Mana bu esa p minus a. Ildizosi. Natijada hosil bo'ladi. 4 da qisqarib ketsa, p ko'paytirilgan p minus a, p minus b va p minus c formula isbotlanadi.